Elyor aka, marhamatlilar mard bo'ladi. Nihoyatda arzon mollar sizni kanalingizda, sizdan chiqarayotgan akalarni, ukalarni ota-onasiga rahmat deysizlar-ku. Nimaga bozorga borib bo'lmay sarson, Elyoruzda Ahmadjonda mollar arzon. Qaldirg'ochda bolalarga o'xshab terilib yotganda, mana shu molni qancha qo'yib beradi deysiz? Qisir sodini. Elyor aka, siz aytishingiz mumkin, 18 million aytay. Qanaqasiga 18 dan 1 million ayiraman? 17. 17 dan ham 1 million ayirib beringlar. Nima deysiz? 16 million qisir sodi bormi? Sistemga bo'zaydi ham 17 million 8 million sotishyapti. Nima qilasiz? Shuncha aytyapman, bozorga borib bo'lmay sarson, Elyoruzda mollar arzon deymiz. 16 millionga bugun suti boridan qo'yib beramiz. 16 milliondan yana aytyapman. Elyor aka, bizga suti ham bo'lsin, sal kechkiroq bo'lsin deydiganlar 6 oylik bo'g'ozni 17,5 ga qo'yib beramiz. Suv tekin deb mashinalarda aytadi. Lak bosganlarning uyida to'lib tosh kelsin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli arzon molni istab yurgan, sifatli mollarni istab yurgan obunachilarim. Sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rishib turganimdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video rolik Andijonda marhamatini chapaypidan bo'ladi. Reksomiga qaramaydigan ekanmiz. Xudo xolasa Ahmadjon rostdan kam arzon ekan. Tanijoni sog' bo'lsin deydiganlarga qisir sog'di desiz, qisir sog'di. Bo'g'oz suti bor desiz, bo'g'oz suti bor. Elyor aka, bolalarcha katta bo'lib qolganlardan, mol olsang talg'ilor yo'nsa tanlab ol deydiganlar talg'illardan. Yangi tuqqanlardan desiz, bundaqa yangi tuqqanlardan molni tugashlari, filni boshlanishi. 2026-yil 30-iyul hafta kuniga bugun payshanba. Shuncha aytayapman, bozorga borib bo'lmaylar sarson, Elyoruzda mollar arzon deb mashina bo'lani bekarga qo'yib beradi hozir. Kuttirmaymiz. Lakni bosaveringlar, biz to'xtatmaymiz. Sizlar qancha ko'p lak bossanglar menga, yo'sa Ahmadjonga, yo sizlardan pul olmaydi. Faqat videomiz trendga chiqadi. Ko'proq odam ko'radi. Arzon mol istaganlar juda ham ko'p. Qani ketdik unaqada. Assalomu alaykum. Ahmadjon, sizlar bilan charchamayapsizmi? Xonadonlar tinchmi? Issiqlar bilan qiylanmay. Arzoncha aka shu bo'ladi-da vodiyda. Aka, qo'ldan kelgancha yengil qilib qo'yib beramiz. Like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib tursin aka. Bir ikki so'mga kelgancha yengil qilib qaralmaydi. 1 so'mga qaralmaydi aka. Xudo xolasa olsin, baraka topsin. Xudo xolasa kanallarga solishtirib ko'rib, telefon qilishaversin. ana joningiz sog' bo'lsin. Telefon qilishmas aka. Boshqa kanallar bilan narx-navosini solishtirsin. Hamma arzon mollar Elyoruzda. O'zingizlar kelgancha aka yengil qilib qo'yib beramiz. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 bosh molimiz bor. 2 ta bolasi bilan bo'lsa 9 bosh bo'ladi. To'g'rimi? Shularni hammasini obzor qilib ko'rsatamiz. Xudosi, 2 ta igna bo'ladimi? 2 ta. Ha, 2 ta igna bor. Bitta qisir sodiga olsin, novvosga qo'yganman dedi, lekin qo'yganga bermaymiz. Qisir yolaversin. Qisir yolaveringlar. Bu Ahmadjonga shunaqa narsaki kerak emas. Ertaga Chiqmay qolsa, to'g'ri. Yo'q qolinglar, qo'yilgan ekan yo'q qolinglar. To'g'ri. Ahmadjon yuvoshlari? Aka, yuvoshlari yuvosh. Vobshe yuvosh. So'skasini qarang aka. Qo'l bo'ladi ham. Oh. Mazza qilib sog'ayotganda olgan odamlar, qiylanmasdan ham qarang, 4 yilni tushishlarini qarang. Ana idirib ham qo'ydi. Xudo xolasa, kim olsa ham mazza qilsin deymiz. Qarang. Yorvarishin, nima qilyapsan ham demaydi. Bitta sigir zo'r. Metr solib bir qator kurashchilarni ko'rsatamiz. Mana bugun narx arzon bo'ladi. 16 million qo'yib beramiz Elyor aka degan mashina. Bo'lsa xalqimga bo'lsin. Sistemga bo'zagan o'zi 15 million 20 million bo'lyapti-yu. 120 18 yolaversin aka. 120 118 yolaveringlar. Rozi o'zi. 118. Endi kimdir aytsin tish bosgan bo'lishi mumkin deydi. Mana jonli ko'rib olaylik. Tish bosgan bo'lsa molni tekinga berib beramiz deydi-yu. Xuddi shunaqa. Qalay bo'ldi obunachilar? Sizlar maza qilsanglar men xursand bo'laman. Chunki nimaga xalqim arzon mollarni olyapti, yaxshi foyda qilyapti. Xudo xolasa biz obunachilar ham molli bo'lyapti, berganlar ham taylar zo'r ekan. Ahmadjon buni. Ashida, mahsulot zo'r. Agar bersangiz beraveradi. Bunga ham bermasangiz, bu ham bermaydi. Idishlar zo'r, xudo xolasa. Ahmadjon nechta sutga berasiz? Endi sutga jasiz, qiziqmaysiz. 7 litr dedi. Egasi bir xamir yolaversin aka. Ana bo'lmasa. 7 litr debdi egasi. Ahmadjonga ham tirikchilik aka. Tirikchilik, dehqonchilik emas, tirikchilik. Bu yerda nechta mol bo'lsa hammasi tirikchilik. To'g'risini aytaman, bitta bo'lsa ham tirikchilik, 10 ta bo'lsa ham tirikchilik. Xudo xolasa bu bola yemog'iga, ichmog'iga, sog'liqlariga, hamma yo'g'iga to'g'ri apparat ishlashiga javob beradi. Ahmadjon, buni narxini endi so'ramay qo'yra, 16 millionmi?
16 millionga tashlab beraman. O'tgan safar 16,5 million qo'yganimiz Talamon bo'lgan mashina edi. Ha. Lekin idishi bunaqa emas edi. Ha. 16,5 qo'ygansiz. 16,5 qo'yganmiz. Ha, endi 1-2 kun o'tib. So'raganda buni. Ha. Aslida yana bitta kelib qoldi aka. Idishni qarang, sog'omlarni. Voyjon. O'tgan safargi bunaqa emas edi, lekin 16,5 qo'ygan ekanmiz. Ham bunaqa emas. Aka 16 million so'mga dastavkasini qilib beraman aka. O'zi tortishgani umuman hijolatni bitta tortishim obunachilar. Asli birinchisini aka bonusga qilib berdim o'zi. Hali tortishmaydigan qilib aka. Amaljon siz xo'p deysiz-a, nima desak ham xo'p deysiz. Obunachilarga ham o'tasiz. Keling. Qo'lingizdan 100 ming, moldan 100 ming o'tasiz, 15 million 800 mingga. Nima deysiz? Telefon qilib o'zlariga ham o'tib beraman aka. Voy, joni sog' bo'lsin. 15 million 800 mingga yana o'tib beraman. O'zlariga ham aka yana dinday ozgina xayriga o'tib beraman, dastavkasini qilib beraman aka. Telefon qilib Qayerda bor bozorga borib bo'lmanglar sarson. Elyoruzda mollar olsin. Like bosaveringlar, videomiz trendga chiqaversin. Joninglar sog' bo'lsin. Xudo xolisa paddishga qilib tursanglar, biz qo'llab-quvvatlab tursanglar. Chiqaring. O'tgan safar 16,5 ga qo'ygan ekanmiz. Bundan chanaqaroq ekan. Endi olingan narsa u ham bekarga ketganda, Ahmadjon. Ha, olgan odam. Bu ham mash bekarga ketadi. Chunki olingan narsa har doim arzon Bu bo'ladi. ham qaymoq aka. Mana qarang. Endi ellarga kechkiroqdan bormi? Yaxshi daromad qilaman deydiganlarga albatta bor. 13 aka. Biri 15 chiqyapti, biri 13 ga rozisiz. Tishini ko'rsatmadi Ahmadjon. Tishini. Bismillahirrohmanirrohim. Baqvat ekan yechiverdi. Mayli. Tishi ham silios bosyapti. Unaqa bosgan yalagan emas aka. 8 chiqaribdi, yetkizmabdi hali. Hali yetkizmayapti. Yetkizma. Mana 3-siga olaversan Ahmadjon. Aka 5 oylikka olsin. U bor. 5 oydan o'tib qoldi. xohlovchilar uziga, ishonsiz uzigini tashlab beradi. Shu molimizni uzi bo'lgan, ko'rgan doktorini tashlab beradi. Xohlovchilar pirchakkasi bilan kutib olsin. Kutib olaverasizlar. Ko'rganga umuman puli yo'q. Xohlovchilar Andijonning marhamatini chapayipiga kelaverasizlar. Ahmadjonlar xonadoniga. 1-2 so'mga qaraydigan bola ham emas. Ana. Ahmadjon, necha oylik? Aka 5 oylikka olaversin, 5 oydan o'tgan. 5 oydan o'tgan, 5 oyga rozisiz. 5 oyga olaversin. 5 oydan o'tgan 5 oyga rozisiz. Endi buni Ahmadjon sutchi. Sutini yo'q qolsin aka. Ha. Sog'ilmayapti. Sog'ilmayapti, suti yo'q qolaverasizlar. Bu bola sut kaldiydigan bola emas. 5 oylik bo'g'ozligiga, sog'ligiga, bitishi, yuvoshligiga javob beraman aka. Bo'ldi uka. Siz qancha aytasiz mashina? Endi bo'g'oz deb olgan odam salkam qisirdi puliga aka. O? 17 million 800 ming so'm berishsin aka. Mun qarang, keling. 5 oylik bo'g'oz aka, talashadigan joyi qolmadi. 17 million 800 ming so'm aka. Ina 3 oy bahsdan keyin 22 million 23 milliondan kam bo'lmaydi bu. Mun qarang, hozir qo'lingizdan 100 ming, moldan 100 ming bo'ldi, unga 200 o'tdingiz. Mani qo'limdan ham 100 ming bo'ladi, uchovimizdan, moldan, sizdan mendan 300 bo'ladi, 17,5 ga hal qilmang. 17,5 aka dastavkasi ichida mayli. Joni sog'. 17,5 millionga 5 oylik bo'g'oz, 3-qoringa tish bosmagan, tishi yalamagan, tishini ko'rib, videoni qaytarib ham ko'rishingiz mumkin. Qayerda ko'rgansizlar? Voy joni sog' bo'lsin. Zo'r narx bo'ldi. Olgan odam maza qilaversin, duo qilaversin. Molni qarang, chehralarni. Ertaga yaqinlashtirib olsangiz ham 22 million, 23 millionga ko'zingizni yumursa. Yaqinlashtirish bo'lsa bo'ldi. 22 million, 23 milliondan kam bo'lmaydi. Novoz tutsa 3 oy emsa, o'zi to'g'risini aytaman, 18 million, 20 millionlik bo'lsa, mana ungacha 1-2 oy bo'lib qoladi. Qochib. Xudo xolasa. Endi hunajinidan baqaman ellar aka. Ahmadjon akamdan olsam, Ahmadjon akamdan mol olaman deydiganlar, xudo xolasa olaverasizlar. Hunajin, birinchi qoringa. Ko'rinishi aldaydi, hunajin. Yo'q-a? Sigir aka. Sigirmi? Sigir. Tuqqanmi? Qani. Uy, ko'rinishida 120 ga olaversin. hunajinga o'xshaydi ekan, Ahmadjon. Vapshi uni qarang. Yoshaga o'ziga qarab yurgan ekanda. Baqvat ekanda, bu ham shu arqamni uzmasa bo'ldi. Men birinchi qoringa bo'lsa kerak deydi. 8 kurak ekan. Mana 8 chiqaribdi. 3-siga ekanda. 3-siga bo'g'oz aka. 3-siga bo'g'oz. 8-sini chiqaribdi, yetkizmabdi. Xudo xolasa mana bu molimizni ham mashaqa yetaveradi mana shu yerda. Voy joni sog' bo'lsin. Hamma yo'q o'ziga, shoxlari kichkina. O, rosa xo'ra ekan Ahmadjoni. Oxir tozalaydigan mollar. Mashinning oxir tozalaydigan. To'xtang, mayda pashsha turib, soat chaqadi mashina hozir. Ular uchib ketib qoldi. Mana, ko'rib turibsizlar. O'ziga qo'ndi ursangiz tushadimi? Bo'ldi, yuravering. Xudo xolasa chaqishni boshlatdi. O'ldirib qo'yamiz hozir. Xudo xolasa videoni pauza qilib turamiz. 12 oy. Mana ko'rib turibsizlar. Ahmadjon necha oylik bu?
7-chi oyga o'tgan, bola qochib deyapti hozir. 7-oyga o'tgan, qorin chiqib ketdi deyapti. Egisi emasmikin bu qonini qara. 6,5 oyga olsin, uzisi bor 6,5 oyga. Aha. 6,5 oyga olaversin. O'zi 7 oyga o'tgan, 6,5 oy degan uzisi bor. 3-qoringa. Buni qancha qilib beramiz? Aka 23 million so'mga kamini dastavkasini qilamiz aka. Ana bo'lmas. Amajon. Aka. Oh, mana pashsha keldi, mana shu yerga o'ldirib qo'yamiz dedim, o'lmadi. Qochib ketdi. Bo'ldi, endi chiqib ketdi. Buni qancha aytdingiz? Aka 23 million so'm. 22,5 500 o'tasiz. Bundan ko'proq o'tasiz endi. Ammo bular jinnikish yo'q kelganda aka. Sifatini ham qarang, chiroyli. Yo'q, haqiqatan chiroyli. Odam maza qilib baqar aka. Yo'q, xudo xolasa olsin, foydalansin, eldan elga naf, sizga ham tirikchilik. Sizni qo'lingizdan olgan odam ozgina foyda berib olsin. Hali 1-2 million bermasin u, ozgina foyda bersin, ashuni barakasini 3-4 million barakasini qiling. Aka, bola qochib deyapti. Tekshirish olib Uyingizni ham tashlab beraman. 7-oyga o'tgan aka, 6,5 oylikka olsin. Qanchaga olsin? 22 million 800 bersin aka. 22,5 beradi. Nima qilasiz? O'zlariga ham tushib beraman aka. Endi Elyor akam ko'rdinglar. Sizlar taraf bo'lib talashib tortishib ketyapti. Siz tushyapsiz, telefon qilib yana tushyapti, ancha tushib ketib qolyapti aka. Ha, bo'pti, Alloh barakasini beraversin. Ha, bo'pti, 22,5 ga telefon qilsin, o'zlariga ham hozir xayriga o'tib beraman aka. Jon hisob bo'lsin. 22,5 ga 500 ming so'm. o'tib beraman deyapti. 7-oyga o'tgan bo'g'oz. Haq qoyilomali. Endi sariq mallalaridan. Malla sochli deydi. Mana shunaqa malla sochlilardan. Xudo xolasi. Bismillahirrohmanirrohim. 125. 25. Bo'ldi, 125. Uji mollarda ham qarang, voh, chehralari, shoxlari hamma yo'q o'ziga yarashgan. Chiroyli ekan, tumshuqlar o'zi ham. Voy, 6 kuraymi? 6 tami. 1 2 3 4 6 tami, 8-sini chiqarib. 8-ni chiqarib. Lekin tishlari katta ekanda. 3-inchisiga olaversin aka. Yo'q-a? 3-inchisiga olaversin aka. Ha. Ikkita tuqqanmi yo 3-inchisimi? Juda yelin o'zishga kelib qoldi. Mana bu Bola pasta deyapti. 7 oylik dedi-yu. Aha. Nima o'zingiz urib ko'rdingizmi? Bola pasta deyapti. Pasta deyapti, demak 7 oydan balandga o'xshaydi. 7 oydan balandda. Mayli, 7 oyga olaversin, siz rozisiz. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar. 7 oyga olaverasiz. Mana o'zi rozi. Pasta turibdi-da bola. U doktor ham ko'rayotganda bola pasta ekan deb uziyda ham aytadi. Agar ustarog'i bo'lsa, qo'lda tekshiradigan yoshi kattalar, qo'lda tekshiradiganlar bola katta ekan, pasta ekan deydi. Ahmadjon, bu ham endi toni shved deysizmi, eston deysizmi, malla deysizmi, sizlar nima desanglar shu. To'g'risida semental desanglar, semental, go'lishtin desanglar, go'lishtin, kimdir mashinaqasini shved desa, bu shved emas deyapti. Sizlar nima desanglar shu. Nima qilamiz buni? Ha, shvedda ham turi ko'p, shuning uchun toza shved emas ekan, ha. Shved to'zlari zo'r, yuvoshliklari yuvosh. Qancha qo'yamiz buni? Aka, mashinaga tenglab qo'yaylik, bonus qilib aka. Qancha? 22 million 500 ming so'm. 500 bo'ldi. 22 million 500 mingga xohlasa, bunisini tanlasin. 6,5 oylikka olaversin. Ha, buni 7 oylikka, buni oyi katta. Buni oyi bir haftalik kichkina. Lekin ikkovini olinglar, yaxshi daromad qilasizlar. Endi qasddir bittasi mo birinchi tug'adi. Mo birinchi tug'ar, endi avvalo xudo. Bir kun ekin va farqi bo'ladi, teng qo'yilsa ham. Kamida 10 kun farq qilganini bilganmiz. Zuvachkasi og'zida bo'lsin. Bu birinchi qon bo'lsa kerak a? Ha, shu o'zi kallalari ham aytib turibdi, basharalari ham, shoxlari ham kichkina. Xudo xolasa birinchisiga. Darvozangizdan kirgandan keyin 10 yil, 15 yil siz qo'yvermasdan mol qilasiz-da. Joni sog' bo'lsin. 22 chiqyapti, 20 plyusiga olaverasiz. 22 chiqyapti, 122, 20 ga olaverasizlar. Buni olgan odam ham aka uzoq baqarlar. Yo'q, kuragi ham yo'qmi? Yo'q, kuragi bor-ku, lekin o'sadigan narsada. Ikkita ekan mana. Ikki kurak. Ikki kurak ekan. Xudo xolasa. O'zi ikki kurakda bo'yi 120, 40 ga bemalol chiqadi. Ya'ni bitta tug'ilgandan keyin bemalol bo'lsa aka. Bularni o'zi asli o'lchash noto'g'ri. Xunajini o'lchamash kerak. Endi misol kimgadir katta ko'rinadi telefonga, kimdadir kichkina ko'rinadi. Mayli, eldan elga ham. Xudo xolasa olsin, maza qilsin. To'xtatib turing, mana pashsha mashitda chaqayapti ekanda, men qarang. Mana oxiri o'ldi. Pashsha chaqib turadi. Ana. Savob ham bo'ladi. Voy, qarzi yo'q, kredit yo'qlarga o'xshab turibdi-ku, ha? Joni sog' bo'lsin. Buni necha oyga beramiz endi birinchi qonida? 8 oyga olishaversin. 8 oyga, 1 oyda tug'adi ekanda.
Ahmadjondan bitta mol olasiz, bir oydan keyin ikkita bo'lib turibdi. Qo'zib qo'ygan. Novoz tug'ib bersa, enasi bekarga qoladi. Xudo xolasa, hunajin tug'sa sigir qilib olasiz. Xunajin. Muammo yo'q deng. Uyga borib silab siypab ko'rib, shul olaveradi aka. Ana. Nima qilamiz endi? Bo'g'oz aka. Hunajin ekan deb qimmat Bular aytdi. 7 oy 22,5 million. Aha. 23,5 million emas, 23 million bersin aka, 8 oylik bo'g'oz aka. Mashin bilan ham bir xil qilib ketaylik keling. Yo'q, ama unda tushib ketib qoladi. Una demay, qo'ying endi. Keling, bir xil qilamiz Ahmad. Aka, men buni o'zi nima deysiz, siz bilan tortishmaydi, hammasini qo'ldan kelgancha tushib aytyapman aka. 23 million so'mga aka, hozir 8 oylik bo'g'oz. Birinchi tug'ma hunajin aka. Siz aytganingiz bo'ladi, bunday qilamiz. Mana siz o'zingiz o'tib berasiz ularga. Beraman telefon qarang, bo'lsa aka 23. Bu ham qo'lingizdan 100 ming, moldan 100 ming bo'ladi. 22 million 800 ming bo'ladi shunda mana. To'g'ri kelam? Telefon qilish Ha, jon sog' olsin. Meni gapim yerda qolmadimi? Sizlar ham yerda qolmaydi inshaalloh. Ularga ham o'tib beraman. Ha, joni sog' olsin. Qarang, 8 oylik bo'g'oz 22 million 800. Sizlar mashinaga 28 million yaratib oldilar. Bir oy tayini zo'r. Masin imini yaxshi baqadigan bo'lsa, tuqqcha semirtirib. Normalniy pul bo'ladi. Lekin hozir mas semizini 25 millionga bermaydi. To'g'ri. Molimiz jinda ozg'inroq, qarozroq. Puli yengil. Lekin kunjaralarda, kepaylarda berib tursiz. Masin semizini lekin 25 millionga bermaydi. Ana bo'lmasa. Endi zuvachkasi og'zida bo'lsin, kallalari oppoq bo'lsin deydiganlarga voy joni sog' bo'lsin. Xudo xolasa ko'rib turibsiz-a, obunachilar nima deyapti? 25 mi? 23. 23. 20 ga olib. Ana bu. Zuvachkasi og'zida. Tutaylari oppoq, maza qiladi ekan, xudo xolasa sigir qilgan odam. Bu bolasimi? Bolasi. O bolasi talg'ir bergan ekan-da. Bola talg'ir ekan. Voy joni voy. Hunajin. Hunajin. Enasini yeridan katta. Uni yerini Ahmadjon. Buni qarang. Sigir bo'lsa, ha. Buni qarang. Mashalloh. Sigir qiladigan bo'lsa, zo'r sigir bo'ladi. O'zi bilasizmi, talg'irga ishqovoz ko'p-da. Talg'irdiki bozorda oldida talg'irlar. Ashida Olamol bilan talg'irlar bozorda aka oldi. talamon qilardi. Bu qarang, nechinchi xona birimi? Bir. Ashu ko'rinib turibdi kallalarda. Tutaylari to'rtta joyda. Nima qilyapsan? Sut yonasa qaymoqlik. Yo'q-a? Qaymoq. Inshaalloh xudo xolasa puldan chiqarib olsin. Xudo xolasa. Kipriklari qop-qora ekani, boshi oqaganda tumshug'lari. O kurashishni ko'rsatmadi. Kurashchi ikkitami lekin adashmasam. Ha, bo'pti jonim. Mana 3ta ekan. 3ta ekan. Mana ko'rdinglar, qanaqasiga 3ta bo'ladi deydi. Birinchi bitta chiqaradi, ikkita bo'lib 3ta bo'ladi. Bular ham mana 3ta, birinchi bolasi ham to'qolmi, shoqi bormiki? Shoqi bor ekan. Shoqi bor ekan bolasini. Lekin sut qo'yiq ekan Ahmadjon, ha? Suti zo'r aka, qo'y. Bolani qarang deyman-da, bir qillab ketibdi. Sut qo'yiq. Yana bir oy bir yarim oy sut onasi yetadi. Inshaalloh keyin chiqarib beradi, ungacha mana buqaga tushadi. Buni aka novvosga qo'yganman dedi, tekshirtirdim. Gapni ochiqni aytib ko'ray. Mana. Tekshirtirdim, bir oy bo'ldi dedi. Endi bir oylik chiqadi-yu. Tekshirtirib ko'rdim, lekin Chiqmadi. bilmadi. Yana bir 20 kun qarasin dedi. 20 kunda aniq bor yo'qligini aytib beraman. Ha, ko'rdingizmi? Hozirchalik suvlanib qolgan yo endi bu qadalar bo'lar ekan aka, yo qochgan. Ha. Qochmagan bo'lsa, shu kunlarda bu qadalar bo'lardi. Suvlanib qolganda chunki. Ha, ko'rdingizmi? Egasi qo'yganman, no tekshirtirib ko'rdim. Ana bo'lmasa. Ahmadjon, endi buni birinchi bolasi ekan. Endi qimmat bo'lmasin. Xudosi baxbaqlar tumshug'ini oldiga ikkita mol sotyapman demay, u bo'g'ozlar pulga qo'yib berasiz. Bo'g'ozlarga jinni ustiga yulib qolar aka, 26 million bersin. Kami bor dastavkasi bor. 26 million. Ahmadjon, Aka. keling, yaxshi aytdingiz mana shu molni. 25,5 bersin. Kecha hafta qo'yganimiz aka, o'zingiz ko'rasiz, bolasi bundan kichkina edi, 25,5 ga qo'yganimiz. Bu bolasi katta-da aka, jinni katta. To'g'ri, u kunlar ketdi endi. O'z bilyapsiz. Mana sizga Xudo beribdi, ozgina qolsa ham mana. Mahunajin aka. Yo'q, xudosi 20 ta 30 ta bolasini olsin inshaalloh. Miq yemasa, sim yemasa, kasal bo'lmas. Bor baraka. 25,5. 25,5 aka o'zlariga ham o'tib beraman. Voy joni sog' bo'lsin. 25,5 ga endi qo'yilgan ekan. Ahmadjon kerak emas, mashim oldi. Voh! Zuvachkasi og'zida bo'lsin. Haqiqiy yerga yaqin sut ko'p beradigan bo'lsin. Bolachasi qop-qora. Buni qarang. Malika ekanda Hunajin. Lekin nima qilyapsan ham demasa kerak Saydullo. Yo'q, aka, men yuvoshligini qarayman. Ana qarang. Ertalabdan beri talg'iram bolasi ham menga yotibdi aka. Yo'q-a? Talg'irni maqqa baylab qo'ygandim. Talg'ir ikkosi 2 yonboshdan emishib ochdi.
Anaqa ekan. Mol dimlanmagan ekan. Hop, idishini bir ko'rsatib qo'ying mana. Mana. Shalpillayapti aka. Bir paqir sut quysangiz bo'laveradi. To'ladi bemalol. Ahmadjon, lekin bu oxirgi molimiz-ku. Buni ko'proq tushib berasiz endi. Xudo xolasa aka. Shunchadan tushdingiz, bundan ham tushasiz. Men narxini aytaman. Aha. O'zingiz kanalingizga ham qo'yilyapti bunaqa mollar. Aha. 30 million qo'yilyapti aka. Boshqa kanalda ham 23 ekan bu yerda. 23. Yo'l olsin. 23, 20 ga olaversin. 20 Yo'q. yo'l olsin. Bismillahirrohmanirrohim. Tektor jonivor. Nimalar bo'lsin aka? Uy, 6 8 chiqadi. 8-ni chiqartirib tenglamagan. Mo ko'rinish kattaga o'xshayotgan bo'lishi mumkin, lekin Aha. aka 3-bolasi yonidaysiz. Rasa yo'llar ochilib, sut berishi. Dimlab turib aka qo'ysa 30 million tepasida ham qo'yilyapti bu narxlar. Aha, siz qo'ymarsiz. Dimlanmagan, yo'q, men o'zlari uyiga borgan olgan odam bir qiziqishga dimlab ko'rsin aka, bir mahalgisini sog'masdan. Aha. Chotiga sig'maydi endi xudo xolasa. Ha, joni sog' bo'lsin, joni sog' bo'lsin. Sut zo'r aka. Baqqan odamga aka 8 litrga garantiyada bergan bu. Aha. Lekin beradi. Rasa yo'llar ochilgan, idishlar zo'r. Xudo xolasa foyda qiladigan-da, vo, molni qarang. O'ta kirasat ekan omali. Voy, go'zalligini qarang. Turishlari ham boshqacha ekanda. Nima yo'q joyida xudo xolasa. Voy, joni sog' bo'lsin. 8 ta sutga beraveramizmi biz ham? Aka bir xamirga olursin. Ha, joni sog' bo'lsin. Muqarrad, nimaga Ahmadjon unaqa demaydi? 20 ta sog'ayotgani bo'lsa ham, 10 ta sog'ayotgani bo'lsa, Men buni aka dimlab turib, ashi 8 ta emas aka, 15 ta desam, 15 taga ishonib olishadigan odamlar. Aha. Shunaqa darajada yerini chiqadi hozir. buniki deng. Ertalabkisini sog'masdan men dimlab qo'yadigan bo'lsam, men sizni misol kelishingizgacha. Aha. 15 ta suti borsam, indamay olib ketadigan bo'ladi aka. Gap. Xudo xolasa. Ishonadigan yerini bor-da, lekin hali dimlash kerak yo'q. Buni tortishmaymiz Ahmadjon. Yo tortishamizmi? Shuni kelishib olaylik. Yo'q, aka, men xudo xolasa hammasini aka qo'ldan kelgancha men sizga tortishmaydigan qilib qo'ydim. Ashuni ham jinday siz tushirdingiz, o'zlariga ham o'tib beraman, hammasiga ham. Aha. Bunisiga ham aka aytayapman-ku, men ko'rdim. Bozorda ham, masda ham, boshqa kanalda ham. Shuni dimlashib turib chiqyapti aka, 30 million, 31 million narx qo'yilyapti. Lekin unaqa emas. Xolis boricha olsin aka, 28,5 million kami bor aka. 28,5 laqtanoq. 28 ham desin. 28. 27 ham desin. O 27 shef qoladi. Keling 27 mana. Bo'ldi aka, mana shu bonus 27 million so'mga foyda qilmasa ham aka, dastavkasini qilib beraman, telefon qilishsin aka, kamini so'rashmasin. Yotizjoningizga rahmat. 27 million so'mga aka. Mana eng zo'rini, eng chiroyligini olasiz. Bu joydan so'rasin aka. Mana shu oxirgisini bonus qilib berdi mana shu. 27 millionga. 27 million so'mga. Aytayapman-ku, buni dimlab turib aka men 15 ta suti borib turib 30 million qo'ysam ishonadi odamlar. Oladi ham, deb kerak bo'lsa. Oladi. Odamlar misol suti bor ekan deydi, sifati bor xudo xolasa. Xudo tish bosmagan, tish yalamagan. Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. 27 da qoldik. Yolg'on yashiq qilmasdan aka boricha ko'rsatdim aka, 27 million so'mga aka uylarga kirib oladi. Telefon qilishaversin. Joninglar sog' bo'lsin. Bizdan uzoqlashmang. Sizlar bilan har doimgidek O'zligini ham bir ko'rsatib. Ahmadjonlarning uyida mehmon bo'ldik. 20 kunlik. Bu bo'zayni ham bolani ham yirtib qo'ygan. O'zingizlar ko'rib turibsizlar qanaqa. Xunaji ko'paysin. Ilohim baraka olib kirsin deymiz. Joninglar sog' bo'lsin. Bizdan uzoqlashmanglar. Qani ketdik.